Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun rizq haqida to'xtalamiz. Rizq va rizqda barakat hosil qilishning yo'llari. Rizq degan gap manfaatlanadigan har qanday narsani ko'rsatadi. Alloh taolo bandalarning foydalanishi uchun taqsim qilgan narsalarning hammasini rizq deymiz. Rizq Alloh taolo ato qilgan iymon, yaxshi amal, pul mol, tan saqligi, yaxshi jo'r, yaxshi farzand, yaxshi do'st, yaxshi qo'shni qatorliqlarning hammasini o'z ichiga oldi. Alloh taolo insonning va barliq jonliqlarning hayotini davomlashtirish uchun ularning rizqini taqsim qilgan. Shunga har bir jonliq Alloh taolo o'ziga taqsim qilgan rizqdanla bahramand bo'ladi. Rizq deyilgan hamon kishilarning aqliga yemak, ichmak va pul mol keladi. Halbuki rizq insonning butun hayot sohalarida manfaatlanib turayotgan narsalarning hammasini o'z ichiga oldi. Alloh Muhammad Mutavalli Sha'ravi rizqning eng oddiysi pul mol, eng kattasi tan saqligi, eng afzali yaxshi farzand, eng mukammali iymondor degan. Hozirgi zaman ulamolardan Allama Muhammad Ratib Nablisi deydiki, ulamolar rizq bilan tapovatni farqlantirdi. Rizq siz foydalangan narsani, tapovat siz topgan mol dunyoni ko'rsatadi. İnson topganlardan foydalangan bo'lsin yoki foydalanmagan bo'lsin, u topganlarni haloldan topdimi yoki haromdan topdimi, Alloh taologa uning hisobini to'liq berdi. Alloh taolo hammaning rizqini berguchi. Barliq jonliqlarning rizqini Alloh taolo o'zi berdi. Har bir jonliq Alloh taolo tarafidan o'ziga taqsim qilingan rizqdan bahramand bo'ladi. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Yer yuzidagi har bir jonliqqa rizq berishni Alloh o'z ustiga olgan deydi. Birovning rizqini yana birisi yeb olmaydi. Her kim özünün rızkını yeydi. Allah Teala bendilerini Müslüman, kafir, takva, fasık deb ayırmasdan hemmesini rızıklandırdı. Pul malını Ebu Bekir radıyallahu anhu'dek özüge itaat kılgan bendisiga bergendek, Qarunga o'xshash özüge asilik kılgan bendisiga bergen. Padişahlıkını mı özüge itaat kılgan Davud ve Süleyman aleyhisselamlarga bergendek, özüge asilik kılgan, hatta ilahlık davası kılgan Firavunga mı bergen. Allah Teala öz hikmetiga asosan bazı kişilerin rızkını keng ve bazı kişilerin rızkını tar qilib qo'ydi. Çünkü insanı yaratgan zat onunğa nimenin yaxshi ve nimenin yaxshi emas ekanligini biladi. Bazı insanlar üçün mal dünyanın ko'p bo'lishi foydali bo'lsa, yana bazı kişiler üçün ziyonli bo'ladi. Mal dünyani arışalmay bir-biri bilan düşman buluşkan qarindoshlar ve pul sebepli buzulgan aileler mi az emas. Rizq hasil qilishning yo'li. Gerçi rizqni Alloh taolo bersimi, inson Alloh taolo beradigan ashu rizqni ishlash orqali hosil qildi. Chunki osmondan oltin kumush yog'maydi. Shunga rizqni hosil qilishning yo'li ishlash. Alloh taolo bizga rizq hosil qilishning yo'lini ko'rsatib, famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi. Sizler tirikçilik kılıp ziminning taraf-taraflarida menib Allah'ın bergen rızkını yanlar deydi. Feida qudiyatus salatu fantashiru fil ardi ve betagu min fadlillah. Namaz o'qilib bo'lganda ziminga tarqilib, tirikçilik qilish orqali Allah'ın fazlining rizqini talab qilinglar deydi. İşlash dinimizning emri, peygamberlarning axloqi. Çünkü peygamberlerin hemmesi tirikçilik yolda işleydi. Hatta Peygamber aleyhisselam Davud aleyhisselamını öz kulu bilen işlep yediğin peygamber deb Allah'ı maqtagan. Halal rızık hasıl kılış için yolluk kesipler bilen tirikçilik kılış şereflik iştir. Aldamçılık, yalgancılık, sahtipazlık kılış cazanı qatarlık kılmışlardan ve harak tamaki degandek haram narsalarni setishdan xoli bo'lgan har qanday tirikchilik sharafli tirikchilikdir. Mayli oshxonalarda qochib yuydigan yoki yo'llarni va uy imoratlarini tozalaydigan ishchi bo'lsin, u albatta sharafli ishdir. Kishilarning ko'zida oddiy sanalgan ishlar bo'lsa-mu, uni oddiy sanamay, qitir qilib ishlash, tar oqquzish, tamagarlik qilib o'ltirishdan va har xil rezil yo'llar bilan kishilarni qaqti so'qti qilishdan ming marta a'lo va uningdan topgan
pul anasının ak sütüdek halaldır. Her qandaq adam özünün kəsbini və qılıbatqan işini qədirləşi və onu suyuşu gerek. Şunda qılğandılar, başqalarını onun kəsbini və işini qədirləydi. Eytişlərə qarğanda, Yaponiyada bir minister özü ötküzüb qoyğan çoğ bir xatalıq tüpeylidin cəzalanıb, hüquqidin elinib, tazılıq işçisi bulup qalğan. Kişiler onu minister bolğandan keyin tazlıq işçisi bulup işleş qandaqkan deb məsxir qilganda o kişi özünün işidən fəxrlənən halda mən tazlıq işçisi emas, mən fuqarolarning tan salomatlik uchun muhitning safligini saqlashga tirishayotgan bir odamman deb javob bergan ekan. Chunki bu odam o'zini bir oddiy tazlıq işçisi emas, balki dunyoni pok-pokiz qilgan muhim bir odam deb sanagan. Eğer hamma adam özünün hizmetini, özünün hünerini ve özünün kəsbini şundaq suyduğan bolsa, özünün mühim adamlıkını bildiğan bolsa, o çoxum bəxtlik hayat keçirəliydi. Çünkü her bir adamın hizmeti, işi, kəsbi ve hüneri vəzifə emas, belki həvəs ve xoşallıq halığa gəlgəndə adam əlbəttə özünün işidən bəxt, saadet his qılalaydı. Rızıqda bereket hasıl qilishning yo'llari. Bereket degan söz ziyoda, ko'p degan ma'noda bo'lib, bir narsaga Alloh taolaning ato ehsonlarining o'rin elishi deganligini bildirdi. Bereket pul molda, ilm ma'rifatda, farzandlarda va ko'p narsalarda bo'ldi. Masalan, bir odam 1000 so'm maosh olgan bo'lsa-mu, uning maoshi 10 000 so'm maosh olgan odamning maoshidan ko'proq ishga yaraydi. Birovning birla balası bolsa-mu, o bala 5 bala keltirelmegen yaxşılıqlarını keltirdi. Bazı kişilerde az ilim bolsa-mu, şu az ilmi bilen köp ilim okuyan adamlardan köprək mənfəət biridir. Ve o adamını dünya ve ahiretlik yaxşı işlərə yetəkləyəliydi. Bazı kişilerin vakti kısa bolsa-mu, şu kısa vakti içinde vakti köp adamlar kılanmagan nurg'unlagan faydalı işlerini barlıqqa keltireleydi. Bularning hammasi bereketning ifodasi. Rizqda bereket hasıl qilishning yo'llari tuvandikicha. Birinchi, atiganda sahar turish. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimge ettigenliki bereket ata qilindi deyish orqali sahar turishning ve her qandaq ishni ettiganda boshlashning xayrlik ve bereketlik bo'lganligini o'rgatgan. Peygamber aleyhisselam muhim ishlarni ettiganda boshlaydi. Birer joyga askar avatmoqchi bo'lsa yoki birer qabilaga elchi avatmoqchi bo'lsa ettigan sahar avatadi. Zamonimizda taraqqiy qilgan davlatlar bilan orqada qolgan davlatlarning xalqlariga qaraydigan bo'lsak, sahar turib ishlaganlarning taraqqiy qilgan ve boy bo'lganligini, ettigandagi oltin vaqtlarini uyqu bilan o'tkazdiganlarning orqada qolgan ve namuratlıktan qutulolmaganligini ko'ramiz. Chunki ettigan vaqti to'liq bereketli ve unumli vaqt. O bir kunning eng suzuk, eng hareketli vaqti. Ettiganda bandat namazını mescitte o'qib, aldırış işi olmasa gün çıkıca mescitte oturup ibadet kılıp andın günlük işini başlaş tulumu hayırlık ve bereketlik iş deb ulamalar ta'kidlaydi. İkinci, iman ve yaxshi amal. İman etib yaxshi amallarni qilganlarni hayatı dünyada Allah Taala bereketli kıldı ve onun ömrünü huzurluk ötküzdü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ondaq degan: "Men amile salihan min zakarin aw unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayatan tayyibe ve lenecziyennehum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Er bolsun yoki ayol bolsun, kimki mu'minlik holatida turib birer yaxshi amalni qildi ekan, biz uni albatta eng yaxshi hayotda yashaymiz ve albatta ularni qilgan amallarining eng yaxshisi uchun mukofotlaymiz. Üçüncü, Allah Teala'ya takvadarlık kılış. Allah Teala'nın rahmetini ümit kılıp, azabını korkup, onun itaat kılış, takvadarlıkның asasını teşkil kıldı. Şəksiz ki, takvalık, rizqinin kən buluşuğa türtkü buludu.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mundaq degan: "Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahrajan ve yerzuquhu min haysu la yahtasib." Kimki Allah'tan qorqidi ekan, Allah onunğa chiqish yo'li beradi, onunğa o'ylamagan yerdan rizq beradi. Ya'ni taqvolik doirasida Allah ko'rsatgan siziqda mangan odamning butun qiyinchilik ishlaridan chiqish yo'li beradi va u o'ylamagan yerdan rizq beradi, deydi. To'rtinchi, tuqqandarchilikni davomlashtirish va urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki rizqining keng bo'lishini va yaxshi iz qoldirishni xohlasa, tuqqandarchilikni davomlashtirsin deb ko'rsatgan. Beshinchi, Alloh taolaga shukr qilish. Shukrning ne'matning ziyod bo'lishiga turtki bo'lganligida qilchi shak yo'q. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilib beraman deb va'da qilgan. Ma'lumki, shukr qilish degan og'zaki shukr Xudoyim deb qo'yish bilan adat qilmaydi. Balki til, dil va amalda ko'rsatish kerak. Chin qalbidan Alloh taologa minnatdorlik bildirib, uni til bilan ifodalash, ondan amaliy harakat bilan shukr qilish talab qilindi. Amaliy harakat bilan shukr qilish degan Alloh taolo ato qilgan ne'matlardan boshqalarni bahramand qilish, yetim yesirlarning beshini silash, yo'qsullarning holidan xabar tepish, hojatmanlarning hojatini ravo qilish, qo'shnilarning ahvolini so'rab turish qatorliqlar. 6. Tavba istig'for aytish. Tavba istig'forning rizqning keng bo'lishiga turtki bo'lganligi haqida kelgan oyat va hadislar intayin ko'p. Alloh taolo Nuh alayhisolamning qissasini bayon qilib, undaq degan: "Faqul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwali va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Ularga aytdim, Rabbinglardan mag'firat tilanglar, u haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir. Shunda qilsanglar, u sizlarga mol yomg'ir yog'dirib beradi, sizlarning mol mulkinglarni va o'g'illaringlarni ko'paytirib beradi, sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qildi, dedim deydi. 7. Duo qilish. Faqirlikdan panoh tilab duo qilish albatta rizqning keng bo'lishiga turtki bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozning oxirida tashahhudda bunu duoni qiladi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhli va a'udhu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal. Ey Alloh, sana sig'inib g'am andishidan, ishpushiqidan panoh tilayman. Sana sig'inib ojizlikdan va g'o'rlikdan panoh tilayman. Sana sig'inib qo'rqinchoqlikdan va baxillikdan panoh tilayman. Sana sig'inib qarzga bo'g'ilib qolishdan va erlarning meni mag'lub qilishidan panoh tilayman, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizi Fatima radhiyallohu anhaga faqirlikdan qutulish uchun bunu duoni o'qishni tavsiya qilgan. Allahumma robbis samawati sab'i va robbil arshil azim. Robbana va robb kulli shay. منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Ey yetti qat osmon bilan ulug' arshning egisi, bizning va butun koinotning parvarishchisi, Tavrat, Injil, Qur'onni tushirguchi, urug' va donlarni yaratguchi Alloh, seningdan bo'lak haqiqiy ma'bud barhaq yo'q. Sana sig'inib, sening ilkingda bo'lgan narsaning yomonligidan panoh tilayman. Ey Alloh, sen qadimsan, seningdan ilgari hech narsa yo'q. Manguliksan, sendan boshqa hech narsa baqiy qolmaydi. Qudrating bilan oshkorisan, seningdan uchuq shay yo'q. Ko'z bilan ko'rishga maxfiysan, seningdan maxfiy shay yo'q. Bizni qarzdorlikdan qutqizgin va faqirlikdan ozod qilgin. 8. Yaxshilik yo'llariga, yo'qsullarga va ehtiyoj egalariga yordam qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisi qudusida Alloh taolaning bundoq deganligini bayon qilgan. Ey odam bolasi, ehtiyoj egalariga bergin va men sana beraman. Alloh taolo hammamizni barakatlik bir umr o'tkazishga nasib qilg'ay. Alloh bizning hamma ishlarimizga barakat ato qilg'ay. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.